Bu yerda Simonga no'k berib yubordi hozir. Harib Simon qo'shnim bo'ladi. Jonlagan bo'li. Dadangga aytaman sen. 3 ga 1 vaziyat. Bu yerda shoh kuchli bo'ladi. O'yin tomonda shohning sherigi no'k bo'yotibdi. Va bittasiga no'k berdi, 2 ga 1 vaziyatda bo'lib qoldi. Endi o'zi ham hayshi tushishi oz qoldi. Va bu yerda shoh yopilib ketdi. Endi navbatda 2 ga 3 vaziyat. O'yin tomonda o'zimni qilaman, chap tomonda obunachilar nima bo'ladi endi? Boburga no'k berib yubordi. Buning qilagan ishi sirraz Boburni ko'tarib olish kerak. Aks holda o'zlari yopilib ketadi deb tursam, Boburni ko'taryapti va o'yin tomonida ikkita odam va bitta eshak kuch qilyapti. 2 ga 2 vaziyat ko'ramiz. Kimning qo'li baland keladi bu yerda? Va bittasiga no'k berishdi va 2 ga 1 vaziyatda bo'lib qoldi. Buni bitta sheriga qaytda yotibdi bilmayman. Ikkinchisiga ham no'k berib yuborishdi va endi 2 ga 1 vaziyatda qolib ketdi. Voy, kamerachi zo'rida qolib ketdi. Aptechkam yo'q meni. Bobur enasini poliyosda yugurganda tikka yugurib kelyapti. Bu vaziyatda esa Kashmar Boburga no'k qilyapti va 1 ga 1 vaziyat ko'ramiz. Kimning qo'li baland keladi va YouTube klan. Erangi Lucy lobbisida YouTube klan 13 ta kill bilan to'pmadinga urib ketayotganlar.